Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar. Qo'y chorva ishqibozlari. Mana bunday toza kashtan va qo'y chiqarish ishqibozlari. Akalar, mana bu yerda sotiladigan 3 dona qo'chqorni zo'ridan bor ekan. Zotga boqaman deganlarga va videoni oxirigacha ko'rsating. Va haqida sizlarga chiroyli qilib obzor qilib o'rganishga harakat qilamiz. Bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i Bobur akamizda qo'y fermalaridamiz. Assalomu alaykum Bobur bey. Kimsiz? Bizlarni yaxshi kimsiz? Ha. Qo'ylar zo'rdan kelibsiz Bobur aka? Ha, zot yo'nalishi yo'da qolsa qo'zlar yaxshilari keldi qo'shqorlarda. Qo'shqorlar o'ta zo'rlaridan keldi-ya. Ha. Obunachlar. Bobur aka bilan sekin ma'lumotni beraverasiz, albatta. Hop, bular qo'zidan shakka endi o'tdi, yemoq ichmoq va qo'y borib tushgandan keyin bir hafta sinab olishaveradi. Bir haftaga garantiyalari bor, endi ishlaydi. Qo'ylar necha beramiz bularni? 83. 83, 84 chiqyapti. 84 chiqyapti aka. Ularga ham bu holatga o'ta kelishgan zo'r variantlar ekan. Bular ham tikkayri dumbalar ekan. Qo'y qilib ko'paytirib olaveraman degan obunachilaringizga. Toshtandan so'raganlarga mana. Bular ham o'ta zo'r ekan. Bular ham butmagan hammasini. Ozginadan eni bor, yarimtasi. Tashdi butun. Uzunligi ham uzun ekan. Avvaliga ular qancha yetib kelgan? Ular o'zining uyida onadan bir vaqt turgan qo'ylar. Ha. Bir qanchalar sizga? Ya'ni biz ham olingan-ku. Ha, ha. Ha, baqyapti. Ha. Jonivorlar o'ta zo'rlardan obunachlar. Shoshilib baloqqa chiqaverasizlar. Zotga ko'paytiraman deganlarga tavsiya qilib qolamiz. Oldi tomonlari ham Bobur aka, bular narxini necha pul deysiz? Bularning narxini 10 million so'mdan deymiz. Kichkina barra endi qo'ziladigan 3 million 4 million narx qo'yib berishyapti. Lekin bu qo'ylarni bunday olish uchun ancha mehnat kerak. Misol 1 yil kutish kerak. Ha, to'g'ri. Lekin qo'y bilan qo'yni farqi ham bor. Misol obunachilar narx balandroq qo'yadi deyishlarini, lekin zoti bor. Hop, aytgancha bularning narxini 10 million so'mdan deymiz. Misol obunachilaringiz narxi ozgina baland deyish mumkin, lekin qo'y bilan qo'yni farqi Qo'y ham o'ta zo'r ekan. Toza narsalar. Misol o'zimizni hashaki jaydar qo'ylar bo'lsa, to'g'ri, narxi yengilroq bo'ladi, lekin qo'ylarda qolsa zot yo'nalishiga yaxshi qo'ylar. Zotga boqaman deganlarga. Ha, zotga boqishga. Obunachlar. Kelishtirib hayrani qilib beramiz. Telefon qilishaversa obunachilaringiz. 10 milliondan? Ha, 10 million so'mdan deymiz. Kami bor-a? Ha. Allohga chiqsa ish bitadi. Telefon qilsa ish bitadi. Telefon qilishaversa ish bitadi. Obunachilar ichida kelishtirib beramiz. Dastavkalar ichida kelishilgan holatda qaygacha? Dastavka Samarqandgacha ketaveradi. Samarqandgacha olarasizlar. Telefon qilaverasizlar obunachilar. Shoshilib aloqaga chiqaveramiz. Soni o'zi 3 dona ekan. Ozgina mana. Bitta yarimta yoqqani bo'lsa, bitta yarimta ham kelishib chiqarib beraveramiz. Bitta ham sotilaveradi, ikkita ham. Chiqarib sotaveramiz. Misol 3 ta olganicha mablag'im yetmaydi, bittasi yo'q qoldi desa ham bitta ham sotaveramiz. Mana obunachilar variantlar bor. Bitta ikkita olaman deganlarga bitta ham sotilaverar ekan. Yunglar ham tayyor olingan holatda. Bir qarich jun ichida emas, gavdan bor shu qo'ylardi. Yemashagini yeb turgan qo'ylar. Yani orada qo'ydami? Obunachlar 10 million so'mdan ozgadan xayri bor dedilar. Shoshilib aloqaga chiqaveramiz. Bobur aka, bugunga shularmi endi? Bugunga shularmi? Ha, shu 3 dona. Obunachlar, bugunga shu videomiz. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, like bosib, obuna bo'lib turaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.